Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Biz aldığımız dersimizde faydalı işlarni, yaxshi ishlarni bir-biriga selishtirib, buning eng foydali bo'lganini baldi qilish kerak. Ziyonliq bo'lgan ishni bir-biriga selishtirib, buning eng ziyonliq bo'lganidan diqqat qilishda bak diqqat qilish kerak deb buni tushundirdik. İkisi teng-teng kelib qolsa foydali ish, ziyonli ish. Buning qaysi tarafi ko'p bo'lsa, shu asos qilinadi. Shu ko'zda tutildi deb bu haqda tushuncha berdik. Endi bu foydali ish, ziyonli ishni qanday tanıymiz? Ba'zi ziyonli ishni foydali deb tanib qolgan insonlar bor. Ba'zi foydali ishni uni ziyonli deb bilib qolgan ishlar bor aql bilan. Bu qanday taniladi desa, yani bu haqda İzz ibn Abdussalam degan olimninki degan bir so'zi bor ekan. Dunyolik ishning, yani dunyolik hayotga lozim bo'lgan dunyolik ishning ko'pinchisi aql bilan bilinadi. Aql bilan bilgili bo'ldi. Burunqi zamondan tortib, Odam Islomdan tortib yashab kelgan insonlar, ya'ni dunyolik ishning nurg'unisini aql bilan bilgan. Burunqi shariatdimi bilib kelgan, hozirga qadar insonlar aql bilan bilib kelgan nurg'un ishlar bor. Bu ishning misollaridan masalan qon to'kishning haromligi, bosqinchilik qilish, boshqalarning meliga obro'ga chaqilish, bu ishlarningki cheklanganligi, ya'ni aql bilan bilinib kelinlik. Ya bundan boshqa yana yolg'onchilik, xiyonat qilish, zulm qilish, rahimsizlik deganga o'xshash ishlarmi insonningki fitratida, tabiatida bor. Bu ishlarni yana ziyonli ish. Ya onun qarşısında yani rastçılık, amanetdarlık, adalet, adillik, sil-rahim degan bu ish yaxshi ish. Deb munda tunib kelgan. Yani insonlar aqli bilan tunib kelgan ishlar, bu dunyolik ishlarningki ko'pinchisi. Hatta eng oddiysi kichik bolalarmi, yani o'zining his tuyg'usi bilan bir narsaningki bo'shroq tatligini, bakroq tatligini tetbiq qilib bilalaydi. Hissi tuyg'u bilan bildigan nurg'un ishlar bor. Adam anglab bildigan, ko'rib bildigan, aql bilan bildigan. Masalan, bir tarafda tok elektrik chirog'ningki yonganligidan, pozining yanıqligi to'g'anligi, yo'qligidan uning ichida tok bor ekan deganni aql bilan biladi. Demak, yana dunyolik ishninki nurg'uni insoniy tabiatda aql bilan bilinib kelgan, aql bilan bilgili bo'ldi. Ammo biz musulmonlar, islom dinini tutib yashagan musulmonlar biz qanday bilamiz? Biz aqlimiz bilan bilamiz, ham islom dinining bildirgani bilan bildirish bilan ko'z tutish bilan bilamiz. Bu vaqtda biz dunyolik ishimizni va oxiratlik ishimizni asasen yani dunyolik ishimizni aql bilan bilgili bo'lganini aql bilan bilinadi. Shariat bilan, islom bilan ko'rsatganini islom bilan bilinadi. Yani dunyo oxiratning ishi musulmonlar uchun yani islomning ko'rsatmasi bilan tuniladi. Unda bo'lgan ekan Allah subhanahu va taolaning qiling deb buyurgan ishiningki hammasi foydali ish. Qilmang deb cheklagan ishlarning hammasi ziyonli ish. Bu bir bütün yani Allah buyurgan ish foydali ish, Allah to'sgan ish ziyonli ish deb bilinadi. Bundan bilamiz. Hamda
Bu paydalık iş, ziyonliq iş dedik. Bunun türleri çoğu. Paydalık iş 3 türlük buldu. Bu farz, mustahab, mubah. Mustahab desek addi bilip qanlagan bir iş var. Mustahab demek bu addi emas yani. Yani Kur'an şeriatning ko'rsatmasida yani farz, yaxshi mustahab yani yaxshi ish, afzal ish, mubah. Odatki ish. Bunda ko'rsatiladi bu. Biz musulmonlar bolalarga o'rgatishda yani farz, vojib, sunnat, mustahab deb bunda tizib o'rgatiladi. Demak, yig'ib kelganda yani farz ish bu farz qilishga tegishli ish, qilmasa gunohkor bo'lgan, qilmaganning jinoyatiga azoblanadigan mandub ish, yani mustahab ish degan, yani qilsa savob beriladigan, ba'zi yani farzning barobar savob beriladigan nurg'un yaxshi ishlar, afzal ishlar bor, mustahab ish. Yani qilmay qolsa, yani qilmaganninki savobdan mahrum qoladi, ama qilmaganninki jinoyatiga azoblanadigan emas. Mubah ish deganimiz bu musulmon uchun mubah ishmi savob, yani yaxshi niyat bilan qilsa savob deb yoziladi. Aslida mubah qilsin bo'lgan, qilmasin bo'lgan ishlar buningda so'roqqa tortilmaydi, qilgan qilmaganlik haqida. Ammo musulmon buningga savobni umid qilib qilsa, savob beriladigan yaxshi ish tabayida bo'lgan ish, mubah ish. Qilish qilmaslik bu ixtiyoriy ishlar. Yani demek bu yaxshi ish. Yani paydalı ish, yaxshi ish. Bu 3 türlü buldu. Allah'ınki yani kılın deb buyurgan işler. Bu 3 türlük. Allah toskan işler, kılmağın deb çektigen iş 2 türlük oldu. Bu haram, mekruh. Haram, mekruh. Yani bu Allah kılın deb buyurgan işler 3 türlük oldu. Kılmang deb toskan işler 2 türlük oldu. Bunu nima asas bilan, nima dalilga qarta tunib chiqamiz endi? Buni Qur'oni Karimning ko'rsatmasdagi dalillardan, sunnatdagi sunnatning ko'rsatmasdagi dalil isbotlarga tayinib, ijmo qiyosga tayinib, mushu 4 asosga tayinib turib, bu ishning foydali, ziyonliq degan tarafini bu asos bilan bilamiz. Shuning bilan demak, yana aql bilan bildigan nurg'un ishlar bor, buni hammadan biladi. Ammo dinga aloqador bo'lgan, demak, ya'ni dunyo oxiratda bilishga lozim bo'lgan, musulmonlikqa lozim bo'lgan bu ishlar, yani foydali, ziyonli ishlar dinninki ko'rsatmasi bilan bo'ldi. Bu aql bilan bo'lmaydi. Aql bilan bulg'ayishsin, nurg'un aqlga taqishib qolgan ishlar bor. Masalan, tarat elish uchun yuzni yuvish, qo'lni yuvish, bilakni yuvish, butni yuvish farz bo'lganlik. Ammo tarat sundurgan yani yuvish farz emas. Bu aqli bo'yicha qarasa, asli tarat sundurgan yani yuvish farz bo'lishi lozimdi. Shunga dinning ishlari bu Alloh subhanahu va taolo Qur'onda, hadisda nima deb ko'rsatgan bo'lsa, u shu bo'yicha bo'ldi. Dunyolik ishlar ba'zi uning bilinishi aql tajriba bilan bo'ladi. Ba'zi islomninki tunishtirish bilan, bildirish bilan bo'ldi. Bu yerda aql bilan bilish, naql bilan bilish. Aql deganimiz insonga Alloh subhanahu va taoloninki bergan aql farosati, bilimi. Naql deganimiz dinda ko'rsatgan Qur'oni Karimda va hadisda kelgan asoslar. Endi aql bilan naql ikkisi taqishib qolsa, biz ahli sunna vel jamoa, yani musulmon bo'lish sifatimiz bilan ahli sunna vel jamoaninki aqidasida, yani naql, Qur'on, hadis birinchi o'rinda, aql uning keyinidan keldi. Demak, yani Qur'on, hadisda deyilgan gapning hammasi aqlga muvofiq. Aqlimiz to'g'ri topsin, topmasin,
aklimiz bununla boysunishi lazım. Bu meselede ehli sünnet vel cemaat'ninki aqidasi bilan Mu'tazila deb bir qism kishilar chiqqan, aqlga tayinib ketib, Qur'onda aqlni ishlatish haqida yomonjoq oyat bor, biz aqlni ishlatsak o'to deb aqlga tayinib ketib, ana Qur'on hadisda kelgan dalil bilan aql qarama-qarshi kelib qolsa, aql qabul qilmay qolsa, buning ma'nosini aqlga sig'adigan shaklga cho'rib turib, ta'vil qilib, bunda tushunamiz deydigan. Unda emas. Yani aklimizni ishlatib tushunadigan nurg'un masalalar var diniy masaladan. U shu doiradan chiqatmaslik sharti bilan. Ammo biz aqlimizga dinni bo'ysundirishga bo'lmaydi. Biz avval dinni asos qilib boshda qo'yamiz. Aqlimizga to'g'ri kelgan nayta o din har qanday odamning aqliga va tabiatiga to'g'ri keldi. To'g'ri kelmagan yani biz aqlimizni unaga bo'ysundirib, biz shu bo'yicha tushunamiz. Tushunamagan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo shunda buyuribdi, meni muyda qilishim kerak deb unaga bo'ysunamiz. Bo'lmasa, aqlni naqlning ustida qo'ydigan ish bo'lsa, nurg'un yerda inson xato qiladigan ishlar bor. Masalan, Mu'tazila bilan ahli sunnatning orasidagi bu ko'z qarashdagi farqda Mu'tazila deydiki, Peygamberinin kilişi Allah'ın rahmeti. Ama kemisi mi peygamber doğruluğunu kösetkilik peygamber kemisi mi insan aklı bilen doğruluğunu tepiş mecburiyetidir. Eğer insan bizim aklı bilen doğruluğunu tapmasa hata kılgını için cezalanıdı. Bu haklık. Peygamberinin kegelliki bu rahmet. Tabi bunda düşünüyordu ama ehli sünnet vel cemaat oğallık anda düşünüyordu. Allah subhanahu wa ta'ala yani ayet içinde dedi ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبْعَسَ رَسُولًا. Yani biz peygamber evetmeyi durup bir kişini ma işini demiş kımında kıldın, ma demiş kımında kımıdın deyip cezalamayımız. Demek yani peygamber doğrusu bu, hatırı bu deyip köstüdü. Onun dinkin sen demiş ki bu doğrunu kımıdın, bu hatanı kıldın deyip an cezalayımız. Demek öyle yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın peygamberini evetişi insan hem işini üzün aklı bilen bilenmeydi. Onun için Allah Teala'nınki peygamber evetkenliki biz için hem rahmet hem bizimki aklımız bilen yol tapamaydıganlığımızdan peygamber evetken. Şuna biz akılını nakılga boysundurumuz. Hem iş akıllan olmaydı dep yani Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte qanday ko'rsatgan bo'lsa, aqlimiz qabul tapsın tapmasın, biz bununla tamamen bo'ysunish lazım. Bu bizningki musulmonlarning ahli sünnet vel cemaat bo'lgan shuningdagi aqidaning tushunchasi bu. Qolgan gaplarni, yani foydali, ziyonli gaplarni paydalıqның bak paydalıqı bu, ziyallıqның bak ziyni bu degan gaplar bir-birlab her sahada, her işlerin ayrım-ayrım bayan kılınadı. Mesela kilerki dersimizde inşallah yani sanның köp buluşu muhim mi ya ki süpet muhim mi? Yani qasi abzal. Bir işninki yani yaxshi ishning, foydali ishning yani sanıcıq bo'lgani afzalmi, yaxshimi yoki sifatlik, sortliq yani obdan bo'lgani az bo'lsinmi, bu afzalmi, ortiqmi degan bu haqda bayon dars qilinadi. Inshaalloh buning bir qancha tane misol bilan tushuntiriladi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni yaxshi tushunchaga erishtirsin. Yaxshi tushunishga nasib qilsin.